Agar bolangizni ulug' inson bo'lishini, ulug' ajdodlarga loyiq bo'lgan buyuk inson bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, yoshligidan unga e'tibor qilishlik kerak bo'ladi. Qancha ertaroq bo'lsa, shuncha yaxshi. Hamma inson ham buyuk inson bo'la olmaydi. Chunki Alloh taolo rizqni har xil taqdir qilgan. Birinchi bosqichimizda 4 ta band bor. Birinchi bosqich boshlanishdagi 3 kunni birinchi bandi g'ayrioddiy zakovat. Genial aql. Shuning bir aqli zo'r, o'g'ilmi, qizmi, shunaqa aql egasi ekanligini ko'rdingiz bolangiz. Qattiq ehtimom qilishlik kerak. Chunki bu aql bu ummatga berilgan Allohning hadiyasi. Shunaqa aqli, zehni zo'rligini ko'rdingizmi bolani? O'qishiga e'tibor bering, birodar. Agar o'qib nima bo'ladi, bor hunarni qil, bor molni hayda deb turib, shu aqlni zoyi qiladigan bo'lsangiz, qiyomatda javob berasiz. Bilasizmi, bolangiz zehni zo'rligini bir marta eshitib yotlab oladi. Quloqini bir chekkasi bilan eshitib yotlab oladi bir narsani. Xiyonat qilgan bo'lasiz ummatga nisbatan. Shunaqa farzandni, bunaqa aqlini zoyi qilsiz.